bunyodkorlik juda ezgu amal. Bu ish bilan band bo'lganlar esa bu lazzatni yanada ko'proq his etishadi. Siz tasvirda ko'rib turgan bu uchovlon o'z kasbini sevguvchi, tinim bilmas, mehnatkash, oilaparvar quruvchilar. Ko'rib turganingizdek, yangi yil kirib kelishiga bir kun qolishiga qaramasdan, ular hali hamon ishda. Ular bilan yaqinroq tanishishni istaysiz, to'g'rimi? Bu Shuhrat tog'a, malakali quruvchi. Ishdan charchab borishiga qaramasdan, uyda ham charchoq uchun sabablar yetarli. Yoshligidan rejissyor bo'lishni orzu qilgan, lekin ayrim sabablarga ko'ra u hozirda quruvchi. Ammo yoshlikdagi orzusi uni hech ham tark etmagan. U o'z ishining rejissyori. Ba'zida sabr kosasi to'lib ketgan paytlar jahl ham qilib turadi. Voy, ana, aytmadimmi? Tanishing, navbatdagi qahramon Alisher Usta. Ishda xol qo'ygan, lekin oilaparvar inson. Bu uning qizi. Bu esa yil 12 oy ozish bilan ovora bo'lgan ayoli. Ayolining fikricha, eriga ozg'in ayollar yoqarmish. Alisher doim ishga kechikib keladi. Sababi esa ko'rib turganingizdek. Tunni ana shu tarzda o'tkazgan qahramonimiz ishga qanday qilib o'z vaqtida borsin? U juda ham qobiliyatli. Yoshligida aktyor bo'lishni orzu qilgan. Garchi orzusiga yeta olmagan bo'lsa-da, qarang, u mashhur aktyorlarga o'xshab ketadi. Xullas, shunaqa. Tanishing, so'nggi qahramon, Kenji Botir Bobirtoy. U ham oilali, bir nafar qizi bor. Ko'rib turganingizdek, u juda mehribondir. Xullas, maqtasa arzigulik erkak. Ishda yaxshi quruvchi, uyda yaxshi pazanda, erkak bo'lsang, shunaqa bo'ldi deyishi mumkin ayollar. Lekin bunchaligim lapashang va landovur bo'lish qanchalik to'g'ri ekan? Uning fikricha bu buyuk muhabbatning eng yaxshi isboti. Yo'lingga qara Bobirjon, ehtiyot bo'l. Ha mayli, yangilik masu. Tura qol, do'stlaringga yetvar. Xullas, qahramonlarimizning ayrim nuqsonlari bo'lsa-da, ular juda yaxshi insonlar. Bayram arafasi ajoyib sarguzashtni boshdan kechirishdi. Ushbu sarguzasht ajoyib qo'shiqlar og'ushida e'tiboringizga havola etiladi. Marhamat, birgalashib tomosha qilamiz. Hurmatli quruvchilar, bezori quruvchilar. Mana hozir sizlarni sharofatinglar bilan yuksalish o'rniga pastga qulab tushyapmiz. Bu nima bu? Nima bu? Nima bu? Yangi yil bu, o'rtoq boshliq. Qanaqa yangi yil? Bu yerga ishlagani kelgansanlar. Qaralaring qancha ish yotibdi hozir. Sanlarni bu joylarga joylashtiraman deb bilasanlarmi qanchalik ter to'kdim? Bilmaysanlar. Men faqat hammangni orqangni tozalab yurishim kerak, ha? Qani kelinglar, qonun qoidalarini bir eslab o'taylik. Birinchisi, eshikni teskari qo'ymaslik kerak. Birinchidan. Men emasku. Ikkinchidan, binoni qulatmaslik kerak. Mana, menga emas, senga to'kib ko'rding. Uchinchisi, har narsaga teginavermaslik. Tushunarlimi? Tushunarli. Sizlarga tegishli birinchi navbatda. Hammaga tushunarlimi? Xuddi shunday. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Faqat senlardan bitta iltimos. Bir soatgina yaxshilab, hech narsani yiqitmasdan, teskari qo'ymasdan, hech narsaga teginavermasdan yaxshilab ishlab bersanglar. Bunda ishlaymiz. Chunki arxitektor qizimiz keladi. Unga bizning ishimiz yoqishi kerak. Albatta. Qo'ylatamiz. O'zimiz yorib yuboramiz. Shunday. Tushunarlimi? Mana yo'li qarang. Bo'lyaptilar. O'zi ochib qoladi. Qani ketdik, hamma ishga. Xo'p. Mana ketdik bu yoqqa. O, bu yoqqa emas, bu yoqqa. Bu yoqqa. Boshlig'ini aylantirdim. Nima uchun? Tepaga. Tushir. Chaproq. Bo'ydin. O, yaxshi. Assalomu alaykum. Ravshan aka, sizmisiz? Eshityapsizmi? Ravshan aka, sizmisiz? Lala. Bu yoqqa. Assalomu alaykum. Ravshan aka, sizmisiz? Kelinglar. Menman Ravshan. Sizmisiz? Maylimi? Yuqoridalar. Xo'p. Qani?
Marhamat. Qani? Xush kelibsizlar. Ravshan aka. Eshityapsanmi? Yana. Xo'jayin. Xo'jayin. Ha, Haligi nima bo'ldi yana? Ana, Bino tushib ketdimi? yo'q, Eshikni teskari qo'ydingmi? yo'q, Ha, nima bo'ldi unda? Haligi artit. Nima bo'ldi? Taxtami? Artitir. Artit. Assalomu alaykum. Ravshan aka sizmisiz? Men arxitektor Sitora bo'laman. Shu binoni proyektini o'zim chizganman. Mana binoni ko'ryapsizmi? Xuddi shunaqa qilib qurib berishingizni Voy, Yaxshimisiz? ko'ryapsiz-a mana bu odamlarni? Iltimos, bular ham xuddi shunaqa qilib ishlab berishsin. Yaxshi tushundingizmi hamma gaplarimni? Tushunyapsizmi? Eshityapsizmi? Ha, tushundim. Xo'p. Tushunarli. Xo'p. Arxitektormisan, arxitektor ekanda, xo'jayin. Salar nimaga anqayib o'tirsan? Qani? Bo'l tez. Xo'jayin. Chiroyli qiz ekan. Ishing bo'lmasin. Ishlagin tez. Lekin siz Ravshan Sobirov emas, to'g'rimi? Ravshan Komilov-siz. Mani o'xshashsa nima qilay? Endi u menga o'xshasin. Xo'p, aytib qo'yaman. Ishqilaring tez gapirmay. Xo'p. Lekin siz Ravshan Toshmatov ayol. Ravshan Sobirovdan zo'rsiz. Yaxshi ashulalar aytasiz, xo'jayin, eshitganmiz. To'g'ri. Ishlaring, bo'laring. Ovqat ish qiladi. Turlaring. Men sekin borib arxitektor qizimizni bir aylantirib kelay. Yordam kerak emasmi? Faqat aylantirasiz, Yo'q, kerak emas. xo'jayin. Yordam kerak emasmi? Kerak emas. Shu, bilasanmi, arxitektor qizlar keldi deguncha xo'jayin o'zini yo'qotib qo'yadi. Yo'q. Galvars. Tur. Turay uxlayverasanmi? Ishlashlik Yo'qotmasam, odam masabaga tegib, 2 soat uxladim kechqurun. Xit qilib Qanday ishni o'zim qilaman. Olib berg'ishdi. Ishni ham o'zim tashiyman. Uyda bo'lganlaringni telefon qilib uyg'otaman. Ishga hammadan oldin o'zim kelaman. Shu ishlarni o'zingiz olsangiz bo'ladi, shu to'g'a. Hamma ishni o'zim qilaman. Sen galvarslarga o'rgataman deb, bo'ldi, bugun oyliklarni olib, padarkalarni olib uyga borishimiz kerak. Ha, bugun oxirgi kun ishimiz. Bu yil ishimiz yomon bo'lmadi. Qarang, qurib tashlaganimizni qarang. Ha. Qanaqa odamni dili ochiladi, a? Dili yayraydi men bilan. Shuhrat o'g'o. Bobur. Anaqa. Gapir tez cho'zilasan. Parmanda cho'p tayoq turibdi. Ha. O'shani shuni anaqa olib tashlaylik, ketdik. Nimani? Tayoq, uzun. Olib tashlaylik shundoq. Yo'q, teyaptimi senga o'sha? Yo'q, men to'g'risida. Ha, g'ash kelyapti. G'ash kelib ketayotganiga olib tashlash kerak ekan. Hozir bizani asabimizga tegib, To'g'ri. ishlagani qo'ymaydi. Ketdik. Cho'zib yuborasan, ey. Shuni olib tashlaylik. Tezroq qaytamiz. Ketdik. Ha, mana shu tayoqda aytibsizlar. Qaysi? Mana shu tayoq. Bunga tegsam qulab ketmaydimi? Yo'q, kecha yo'q edi. Bugun paydo bo'lib qolibdi. Ha, bu nimani ushlab turibdi bu? Yag'a.
Olib tashlash kerak. Qara lekin. Qara lekin, bu nimadir ushlab turibdi lekin. Yo'q, yo'lda beringlar o'zgina. Cho'chma. Sekin. Kalvarsizlar. Xo'sh. O'rtoq buzg'unchi ustalar. Ishni hammasini rasvosin chiqardinglar. Butun binoni buzib yubordinglar. Bu holatni qandoq tushuntirib berasizlar? Bu holat ikkinchi marta 3-marta xo'jayin. takrorlanyapti. Bunaqada mani tashkilotim bankrotga uchraydi-ku. Voy, asabiylashib ketyapman. Boshlarni qara, boshlar. Men buni o'ylab ko'rsam. Men chuqur mulohaza qildim. Juda ko'p o'yladim. Sizlarga qandoq jazo belgilasam deb. Xullas qarorim va men shunga to'xtaldimki, Yangi yil kuni 31-dekabr kuni men uyda yangi yilni nishonlayman. Sizlar esa ishxonada nishonlaysizlar. Gapi. 31? Men uyga ketdim. Xo'jayin, 31. dam olish. Yangi yilda? Xotinimga nima deyman? Siz meni aldayapsiz. Aldamayapman, xotin. 31-kuni kim ishlaydi? Har doim shunaqa qilasiz. Uyimga ketaman. Yo'q. To'g'ri kelmadi. Yo'q. Ishonmayman gaplaringizga. Har yil yangi shunaqa qilasiz. Bo'ldi, chidolmayman. Ketaman onamlarnikiga. Bo'ldi. Jim. Ishlayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamadingizlar? Uydagilar yaxshimi? Men tayyorman. Ha, bolalar. Bugun mana ketyapmiz. Bayram qilamiz. Boringlar. Salom. Maza ekanda. Bekzod. Ukajonim, biz ertaga ishlaydigan bo'lyapmiz. Shu bilasan-ku, biz fidokormiz. To'g'rimi bola? Bizga shunday kraningda yordam berishing kerak. Uyga borishim kerak. Sen uylanmagansan. Zot, mol bola ekansan. Ishku gaplarimiz lekin xotinlarimiz. Xotinjonim. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Yangi yil! Dadajonisi? Nimaga yana ko'zingiz? Ola bula, nima demoqchisiz? Gapiring, bilaman-ku. Gapiring, maqsadga o'ting. Shu desang xotin. Happy New Year! 31-da ham ishlar ekanmiz. Nima? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da, endi ishlamasam bo'lmaydi. Kim aytibdi bu gapni? Xo'jayinda endi. Qanaqa xo'jayin? Bu uyda faqat men xo'jayin. Bildingizmi? Voy, oilaviy bayramni yana bir o'zim kutamanmi? Umr bo'yi sizni kutish bilan o'tyapti umrim. Kecha bitta eshitib pachavasini chiqarib qo'ydik. O'shaning uchun xo'jayin bugun ishlamasanglar oylik bermaymiz dedi. Voy.
Hozir men sizni pachabengiz chiqaraman, bildingizmi? Yangi yilga ishlarmiz. Ha, yolg'on gapirmang. Hammasini bilaman. Ha, boshqa Natasha-Patashalagami? Ha? Ular yangi yil yaxshi kutadi-da, ha? Ertalabgacha uxlamang. Biz ham yaxshi kutamiz. Yaxshigina bozor qilib kelsangiz. Voy, yangi yilimni buzar ekanda. 8-marta bular yo'q. Voy, 14-yanvar bular yo'q. Shakaging o'tsin, Voy, xotin. umrim kutish bilan o'tadimi? Dadasi! Ha! 3 kunga go'sht olib keling. Ana ketdi o'zini bilmaslikka olib. Gapini aytib qochganini qarang. Ha, ishlarmish. To'xta. Orqangdan iskovich it bo'lib borib, hammasini bilib olib, dabdalasini chiqaraman. Bormisiz, dadasi, bormisiz. Endi xotin shunaqa bo'lib qoldi-da. Menga qara. Olib qarama unaqa menga. Nima? O, bo'ldi. Menga qara. Ana Shuhrat aka bilan Bobur palakat butun binoni ag'darib tashladi shalab etib. Endi men uni to'g'lashim kerak. Butun binoni tuzatishim kerak. Yo'q, ketmaysiz. Yaxshiyam Shuhrat akangiz bilan Bobur bor. Faqat shularni bahona qilasiz, adasi. Endi birga ishlaymiz-a? Ulamansiz, men ulasiz ishla olaman. Yo'q. Bayram bormasam oyliksiz qolaman. Jara pullar qayerdan keladi? Shu Yangi yil kuni oyligingiz ham kerak emas. ertagacha. Yangi yil. Bir yangi yil ishlaymiz. La 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 la. Yo'q. Qurbi, bizimga yangi yil archasiga konsert qilmay. Boramiz. Kelmasangiz-chi? Archa kelaman. Kelmasam nima deysan? Xullas, xotin 31-dekabr kuni ishga chiqmasam bo'lmas ekan. Nima? Xo'jayin aytdi. Qanaqa ish bayram kuni? Ishdagi ish xo'jayin aytdi. Ishga chiqmasang bo'lmaydi deb. Ya'ni Alish Yo'q, tushunmadim. gap qo'shmay turgan odam asabiga tegmasdan. Hammamiz oilaviy bo'lib bayramni nishonlamoqchi edik. Siz doim shunaqa qilasiz. Yo, Alish o'tgan yili binoni buzib yuborgan. Yana kecha buzib qo'yibdi. Ertaga ishga chiqmasalaring bo'lmaydi dedi. Bahonangiz ham tayyor. Sanlarni boqish bor, boshqa bor. O'ylab yurmayman ko'chada. Bo'ldi, xotin yig'lamagin. Sen yig'lasang men yuragim yonib ketdi-de. Bo'ldi, yig'lama. Menga qara, ertaga 5 gacha kelaman. 5 gacha ishlarim hammasini tugatib, Qorbobo aytgancha bizga yengilga bilet bergan. Rostdan boramizmi? 5 gacha. Ishondim lekin. Qizim ikkalavini olib bor. Ha? Ishondim. Rostdan. Yangi yilda kiyinib uyga sovg'alar bilan kelaman. To'xtang! Ha! Ishga borishim kerak. Bugun hamma ish bitirib 5 ta kirib, keyin hammamiz yangi yilga ketamiz. Yangi kostyumda-ya? Ha, kechagi taxminlarim to'g'ri ekanda. Men hamisha to'g'ri taxmin qilganman. Yangi yil kostyum bilan bayramga boramiz. Qanaqa bayram? Oilachi. Garang deb o'ylabsizmi meni? Ha? Yozgan dasturxonimchi? Ko'z ochib ko'rganimsiz siz-ku. Bolalarni onamga olib kelganmanmi? Har yil to'xtatib deb poqqillatdi. Endi nima bo'ladi? O'lchak! Ey! Men ishlashmoqchiman. Men kim boqadi? Kimga intiradi? Senga pul kerak. Onangga narsa olib berish kerak. Sarf qilish kerak. Ukang bor, opang bor, ammang bor. Hammasiga narsa olib berish kerak. Men uchun ishlashim kerak. Men ketdim. O'chir. O'tir uyda. Ey! Ma! Hop bo'ladi.
Hamma uyda, yangi yilda, biz esa qurilishda. Shuncha joy qurish. Hey! Hey! Lekin bayramni sho'lashimiz kerak-da. Bizga qarab o'tirishimizda. Mayli, bo'pti, kayfiyat ko'tarib olamiz bolalar, qani. Kayfiyat tushirmaymiz. Men shuni aytaman. Ha. Siz klip olasiz. Mari Xuddi yoshligimizda orzularimizdek. Aka, to'g'ri, zo'r bilan. Sen aktyor bo'lasan. O'ynardim. Qani boshladik. Ketdikmi? Boshladik, he. Shu tuzdan boshlaymiz. Qani? Mari zo'rlik qilaman. Qo'shig'ingni aytib. Alo? Assalomu alaykum opa. Ha, Zuhra opa. Seni ham ering ishga ketdimi? Ha, ishga ketdi. Ha. Yangi kiyimlarni oldimi? Ha, olib ketdilar. Aniq. To'g'ri sezibman. Nimani sezdingiz? Xiyonatni hidi kelyapti. Yo'q, opajon, erim xiyonat qilmaydilar. Har yili shunaqa bo'ladi, opa, har yili. Bugun ishlamasalar oylik berishmas ekan. Menga qara, to'xta. Lalaymasan hamma gapga laqqa tushmasdan kelingan bu yoqqa reja tuzamiz. Opa, unaqa emas, Voy, balkim. qanaqa bo'lardi? Men sezyapman. Xiyonatni hidini sezyapman. Ko'ziga ko'rsatamiz bularni. Hammasinikiga birma-bir boramiz. Hop. O'zicha bizani laqlatmoqchimi? 31-kuni ishlarmish. 31da hamma bayram qiladi-yu, oilaviy. Oila muqaddas ekanligini ko'rsatib qo'yamiz bularga. Bo'ldi. Xo'p, opa. Mana shunaqa hop deb yursanglar, mana shunaqa bo'ladi. Bo'l. Xo'p, opa, xo'p. Bo'ldi. Bo'l. Bo'ldi, kelyapman. Hop. Oyi, Ha, bolam. qayerga ketamiz? Dadangni qidirganim. Dadam kechqurun kelaman dedilar-ku. Bolam, hali yoshsan. Erkaklarning hamma gapiga ishonish kerak emas. Hozir 4-shokoladni yeyapsizmi? Bolam. O'tgan kuni shu odam qizil rangli ko'ylak olib ketdim. Mengachi haligi uzun ko'ylak juda ham yoqadi. Menga ham yoqadi. To'g'ri. Hamma puliga Bo'ldi. kiyinaman. Bugun yashil ranglisidan olaman. Yuring. Charchamayapsizmi? Mashquni yoqdi. Juda yaltiroqmasmi? Meni ozg'in ko'rsatadi. Erimga ozg'in ayollar yoqadi. Nech pul buningiz? Ha? 2 million? Kelishtirib berasizmi? Nima qilibdi? Biz uchun ishlashyapti yerlar. Olishimiz kerak. Olishimiz kerak. Mayli. Kelishtirib beradilar. Bu ham chiroyli. Ayo, menga mana bu ko'proq yoqdi. Mana shuni kelishtirib bering menga. Shuni kelishtirib bering menga. Boshqa yana bormi yangi modellardan? Ha, bu senga bo'ladi. Men qora kiymayman. Men yorqin ranglar kiyaman. Bu meni ranglarim. Bu qimmat. Olaman. Kelishtiramanmi, olaman. Erim puli hamma joyga ketgandan ko'ra menga ketgani yaxshi. Menga ketsin. Bolalarimga ketsin. Shu ko'ylagingizni kelishtirib bering. Vau! Juda ko'p qolib ketmadikmi, asalim? Esimdan chiqibdi. Men tez ust-boshimni almashtirib, Zuhra opamnikida ko'rishamiz. bo'ldi, men Zuhra opamnikida bo'laman. Xayr, borarsiz. Toki borga o'xshaydi buni. Ha? Qani?
ko'rmikan? Nima deb o'ylaysiz? Qay ushlab ko'rchi? Menmi? Ha. Yo'q, sen ushlab ko'r. Endi sen yaxshi tushunasan bunaqa narsalarni. Men aqlim yetmaydi bunaqa narsaga. Ikkita bolam bor meni. Mana 4 ta bolam bor. To'g'ri chu endi. Sen o'zing qovur jo'rajon. Sen ushlashing kerak. Yana men. Mana o'zim nimaga olishimiz kerak buni? To'g'ri. Nimaga? Bu menimcha shu binoni ko'rinishini buzish uchun ataylab qilingan bo'lsa kerak. Buni bo'lmasam olib tashlash kerak. To'g'ri. Sen ushlashing kerak aslida. Bo'pti, men o'zim olib tashlayman. Mushak. Yetdimi mana? Shuhrat tog'a o'zimizni Shuhrat tog'am. Keling, biz sizga yordam berib turamiz. Hozir Faqatchi buni meni ushlab turinglar, to'kirganda uchib ketishi mumkin. Demak, yaxshilab. Qani. Sekinroq. Bir. Sekin faqat kutib. Alish? Bobur? Qo'rqib ketdilar. Qolib o'yladilar. Sochgina qilgan. Sho'rtoq, sochgina. Bular sochlari narsa emas, ekan. O'zing soching nima qil? Sana prichosga yo'q. Sen lekin Bobur? Salonga kirdingmi? Salonni qo'y. Salon yo'q bo'lganmi? Ovozimizga nima qildi? Bir. Alisher, Bobur, bir. Alisher? Ovozimiz. Endi xotinimga qarab qo'yishmi? Xotin! Xotinjon! Kosmosdamiz. Kosmos? Biz kosmosda. Shuhrat tog'a, yetdimi sizga? Shu chili olib kelmaydi. Baklash olib ketsangiz bo'ladi-ku. Unisiga zilni ko'proq o'tirdiz. Yenisi yo'rasanmi? Qachon endi bir o'tiramiz-da. Qani, qani bo'lsa. O'zimizda. Klik qilib o'ynayveradimi? Bitta odamni yo'q deb o'ylayapsizlar. Odamlar nima deb o'ylaydi? Baqirmay. Kim bu? Jumanazar ekan bolalarni quruq cho'lashimiz kerak. Rasmdan kerak. Keldikmi? Keyin televiziyaga borib intervyu beramiz. Bo'ldi. Bola uyga qaytamiz. Qanaqa? Ham yo'q. Bu yangi yilda uyda bo'lmasak bo'lmaydi. Qaytmaylik. Yo'q, ishim kerak, ishim kerak. Yo'q, jorimga tegib ketdi. Bunda qarang, ishim yo'q. Ishim yo'q. Dishlaring shunda yuvmaydi. Ey, jinnivoy. Chakagising xotinni, chakagini eshitamiz meni. Lekin baribir xotinimiz nima qilsa ham bolalarimiz onasi. To'g'ri. Qaytmasak bo'lmaydi. Demak, bolalarimiz onasi, bolalarimiz yetim bo'lib qolmasa. Ha, bolalarimiz onasini esingizda yerga, uyimizga qaytamiz. Qani? Men seni. Esashim qiyin meni. Sen shu yerda qol unda. Qani? Ha, bitta o'zing. Jumanazar ekan bolalarga jim bo'ldi. Jumanazar jim. Izlayman. Boshqa xotin izlab qo'ydim. Astrxoni, Moni, yo'q, kerak emas xoni. Ana xotinjonim, qo'ysan. Seni shubhang bormi? Sportzal bo'lish kerak. Senikichi? Konsert zali ham bo'lish kerak. Demak, sport zal, konsert zal. Siznikichi? Xonadon? Men bu operatsiyani Kobra deb nomladim. Bu operatsiyaning maqsadi yangi yilni oilaviy kutish. Men qo'rqib ketyapman. Kumush, balki oyingga aytarsan, kerak emasdir bu narsa. Mana operatsiyani boshlashdi bular.
Yomon urdi yutuq. Ma, och qolsang yersan. Xo'p. Egmay. Qattiq tushdimi? O'zim kelolmayapman. Qani ket. Xajolat ketyapman. Bularga. Bir. Red. Ishla. Aha. Rahmat. Bu birinchi 90-yilda 28-martda bo'lgan bo'lsa, bunisi 18-yil 25-mayda bo'ldi. Samarqandga ketayotib, Samarqandning Jonboy tumanida tushdimda, orqamdan o'sha kuzatib kelayotgan ucharlikobcha xodimlari men taksidan tushganimdan keyin o'zini katta projektorlarini yoqib meni to'xtatdi. Shu payt men ularga qarab tilim ham kelmay qoldi, oyog'im ham ishlamay qoldi. Shu payt boshqa insonlarga ko'rinmayapti. Butun mashinalar, odamlar o'tib boryapti. Shu payt o'sha tarilka degan narsa yo'lni bo'yiga to'xtab, uni ichidan bir ayol kishi ko'rindi. O'sha ayol kishi keyin menga qarab, "Qani, keling Jumanazar" deb qo'lini cho'zdi. Shu payt oyog'im ham ishlab ketdi, tilim ham ishlab ketdi. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rasmga tushamiz. Qani, rasmga tushamiz. Qani. Assolim meni. Opa, balki unaqa emasdir. Bola ham suvda qolib ketishdi. Men bunaqa erkaklarning har qadamini hididan bilaman shunaqaligini. Tortishirasan, qanaqa tortishirasan, el boshqa bilan bayram qilsan. Hatto qolding. Kech qolib ketdim-da, voy. Tezda dedim-ku. Ishonadi o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin. Bolaga faqat ona kerak. Yur, bolalaring. Adam bunaqa emaslar. Hozir ko'rasan bola qanaqaligini. Menikigami birinchi? Seni menikiga boramiz. Nimaga birinchi men erim oldiga ekan? Qo'rqma, nimadan qo'rqasan? Erkalama kelib borasan, tug'ishdan ham qo'rqarding. 4 tasini tug'ib, senga aytdim ikkitadan keyin bo'ldi qildim. Yura qol qizim, tezroq. Kim boqadi 4 ta bolangni? Voy, oyog'im charchab yurolmay qolamiz bunaqada. Voy, bor taksi ushla. Voy, Yandeksga bekor javob beribsan-da. Taksiga ayt, 2-3 ta joyga boramiz. Boradigan joyimiz ko'pdi. Bor. Qopqopda bir nima qiladi. Ey, yana garinglanib o'zingga mahliya bo'lib, bir o'zing o'tirib ketma. Lekin bunga qolsa ketaveradi, to'g'ri. Bolam hozir. Bo'ldimi? Ha, yur, ket. Bo'l. Yur qizim, yur. Buni qara, ana. Alo, assalomu alaykum. Ha, eshitaman. Yangi yil konserti? Ha. Yo'q, qaysi kanalda bo'lar ekan bu? Bu mening yurtim yoshlar kanali? Qachon bo'lar ekan? Soat nechida ekan? 6-7larda. Bo'ldi. Ha, hozir sizni shu nomeringizga telefon qilaman, men yetib boraman. Bo'ldi. Xo'p, rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. Zo'r bo'ldi-da. Assalomu alaykum. Nima qilyapsizlar bu yerda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yuring. Assalomu alaykum. Ketdik. Qayoqqa? Yuravering. To'g'riga. Opam aytsa qayerga bo'lsa boravering. Qizim, sizlar manzilda adashdinglar. Qayerdan kelib qoldinglar o'z mashinaga? Biz bilan birga aytgan 2-3 ta joyimizga borib kelasiz. Tushundingizmi? Endi siz Kobra operatsiyasining a'zosisiz. To'g'rimi qizlar? Bu operatsiyamiz nomi Kobra. Yo. O'rtoqlar, men taksist emasman, to'g'ri. Yo, unaqa manzilda adashibsizlar. Agar yo'q desangiz, Kobralar sizni chaqib oladi.
mana qarang. Nimaga bayram kunida bunaqa kayfiyatdasizlar? Ishlarim ko'p, ketishim kerak. Mana shu kayfiyatimizni ko'tarish uchun bugun bizga yordam berasiz. Tushundingizmi? Boshqa ilojingiz yo'q. Men konsertga borishim kerak. Sizlar mashinaga o'tirib olgansizlar. Konsertda bu odamlar kutib Hozir o'tiribdi bizni hayotimizdagi konsertni tomosha qilasiz. Shu yetmay turib. Qani qardinglar o'rtoqlar? Ketdik. Bo'lmasa mana bu ashulani eshitib ketaman. Presiklisi deb yurayman taqing. Qoidani buzish keragi yo'q. Ha. chap tomon kuchliroq zarba berdi. Bor endi gaplash. Yaxshi, yaxshi. Qo'rqaysam. Bormaysan. Yaxshi. Mana sen. Ana. Yaxshi. Nima? Mana. Bu tomonga kuchliroq zarba berasiz. Yaxshi. Zarba kuchli. Yur o'zimiz gaplashamiz. Opa, bu yoqqa keling, sizda gapim bor. Ikki-bitga qarab oling. Voy asal qizlik. Nima gapinglar bor? Yangiliklar bilan qizlar? Rahmat. Gap qisqasi, mama dadasini taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Rostdanmi? Rostdan. Lucy, Samina ko'rdinglarmi? Biz adamiz yaxshi ko'radi. Bo'ldi, boksizni tushiring. Voy, hop bo'pti qizlar. Trener boshlaymiz Samina, ama. ketdik. Oyi, men ana qiz bilan gaplashdim. Saminani adasini tanimas ekan. Bo'ldi, yetar oyi, uyga ketaylik. Yur qizim, ketdik. Ko'rdingizmi opa, shubhalarimiz noto'g'ri chiqyapti. Keling, shu yerda bas qila qolaylik. Meni ketsam ham bo'laveradi. Yangilam yaqinlashib qoldi. Qayerga ketasan? Biz seni baxting uchun qayg'urdik-ku. Bizni baxtimiz uchun kim qayg'uradi? Kemaga tushganni joni bar. Asabiylashmang. Shundoq bo'lsin. Bilaman, asabiylashmang. Mana shu yerda ishlaydi, ha? Shu yer. Voy, faqat hayajonlaringizni o'qirib, o'zingizni bosib oling. Hozir sahnada bo'lsa-ya, sahnaga chiqib, ushladimmi desak. Sochlarini qancha kelib yurib olamiz. Bittalab Ko'ramiz. Opa, bir adabini berib qo'ying, Nima bo'ladi? ko'rsatib Balkim qo'ying erim ham shu yerdadir. kimligimizni. Zuhra opa, dadil bo'ling, men shu yerdaman. Voy, biting qursin, yurishini qara. O'zini bilmaslikka olib, uyalmaydi ham. Shumi? Ha? Opa, bu qo'shiqchi-yu. Nima, qo'shiqchilar yurmaydimi? Yaxshi qiz. Ha? Labbay, assalomu alaykum. Bir daqiqa to'xtab turing. Eshitaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani buni eri? Kimmi eri? Buni eri? Tushunmadim. Mani o'zimni erim bor, bularni men tanimayman. Voy qara, eringni o'ziniki qilib olgan. Uyalmaydi. Bilib turib o'zingizni bilmaslikka urmang. Juda ham yaxshi taniysiz. Tanimagan odamni tanimayman deyman. Eringiz bormi? Yangi yilni bu bilan kutib 12gacha, 12dan keyin siznikiga borsa bo'lmaydimi? Ha? Shuncha ish bo'lmasdi. Siz menimcha adashtiryapsiz. Voy. O'tgan oy 23 noyabrda to'yda eri pul qistirgan qilib oldingiz-ku.
Endi to'yda hamma pul qistiradi. Men aynan bularning yerini tanimayman. Ha, tirjayib oldik, tirjayib. Ko'rdim. Biz hamma narsani sezamiz. Bildingizmi? Yig'lab yuraver, mashaqa qilib. Sochim chiroyli, sochim uzun. Erim hech qachon xiyonat qilmaydi. Mana shu sochingga o'zingni o'zingdan qala. Mana, soch kaltalar, biror yerni o'ziniki qilib olgan. Yuribdi. Men lekin o'zimning yerim bor. Qo'yna qo'y, bozorlik ham qilib bergandir, a, balon pulga. Senga bozorlik qildimi? Nech pulga qilib berdi, bildingmi? Shuni ham bilmaysan kerak. Bilaman, bunaqalarni xolodilligini 2 martalab to'ldirib berishadi. O'cha. Onasi, men keldim. Ana erim keldi. Mana. Mangami? Hammasi mengami? Mana shu hammasi senga. Qani ichida nima bor ekan? 11-tramvayni bilasanmi? Shunda keldim. Mana buni ham ol. Voy, rahmat. Bular kim? Ha, ular muxlislarim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Nimalar bo'lsa ichida. Aytdim-ku, erim xiyonat qilmaydi deb. Mana. Charchamadingmi? Yaxshiman. Konsert yaxshi o'tdimi? Bir gap aytaymi onasi? Bugun juda ham ochilib ketibsan-ku. Yaxshi, dada. Rahmat. Boshqa ekan. Ha, endi dedim-da bilasan. Mana bunisini juda uzoq qidirdim. Bilasan, senga yoqadiganini topish Yaxshi biroz qo'ying. qiyinroq. Sovg'ami? Assalomu Nima bor Yaxshimisizlar? ekan-a? Yaxshimisizlar? Uzr so'rayman. Sizlarni bezovta qilib qo'ydim. Qishimay o'likda bo'lib. Hali bu er o'zinikimi, boshqanikimi bilmaymiz. Qayerda bo'lyapti? O'rmonda. Qorbobo bor, qorqiz. Hamma san'atkorlar ham o'sha yerda bo'larkan. Nimaga biz hali ham bormadik unda? Ketdik bo'lmasa, biz ham boramiz. Ketdik. Qo'shiqlarimiz bilan hammani xursand qilamiz. Etamiz. Yuraqol. Erlarimiz bizga xiyonat qilishmaydi. Ko'rdingizmi nima bo'ldi? Ha, bu hozircha. Bu ketishda bilmadim. Aytdim-ku, Zuhra opa, meni erim xiyonat qilmaydi deb. Qilib laylab yuraversang bo'ladi. Oldindan sezib, hamma narsani oldin olish mumkin. Qayerga ketadi 31da? Hamma uyda o'tirish kerak-ku. Unda nima qilamiz? Sizni eringizni qidirgani boramizmi? Ular ham xiyonat qilmayotgan bo'lsalar-chi. Xiyonat deb gapirma. Hali bilmaysan-ku, haqiqatni baribir bilish kerak. Ha, bo'ldi, ko'p gapirdinglar. Yoqmayapsizlar. Taksini ushlab bor. Ketib qolmasin. Ish qilib bizaniki toza chiqsin, bularning oldida tilim qisiq bo'lmasin. Hozir. Assalomu alaykum. Qanaqa salom? Bu yoqqa kel. Menga qara, sen uyalmaysanmi? Qani? Voy, mana buni otasi qani? Topaver otasini. Meni erim dushdilar. Voy. Dushda nima qilyapti? O'ylovmi? Ana, ko'rdinglarmi? O'ylovli bu meni erim. Nima? Voy, kim eri ekan? Mana bu qayerda paydo bo'ldi ekan? Nimani aytyapsiz? Meni o'zimning erim dushdalar. Shu bilyaptilar. Duradgor bo'lib ishlaydimi? Ha, duradgor bo'ylovli. Bu meni erim. Chaqir o'zingizsan. Chiqing. Bitta yulaman sochingni. Voy, chiqing. Men dushda deyapman. Dushda deyapman. Meni erim. Ikkala erim kuningni ko'rsataman. Ha, qo'qqoli tugul bo'ylovni ham yulaman. O'zi to'rtta sochi bor. Och meni erim, och. Chiqing, duradgor aka. Chiqing. Voy, chiqing. Duradgor aka. Chiqing. Nima gap o'zi? Nima shovqin, tinchlikmi? Bilmadim. Biz uyda yangi yil kuni tanishlaringmi? Erim qani deb baqirishyapti. Bayramlaringiz bilan. Mana bu tomon qolib ketibdi. Bilaman qolib ketganini. Kelinglar o'tiramiz. Kelinglar, yangi yil bugun. Tapchika bersangiz bo'lmaydimi? Sizlar er xotinmi? Bu xotinim 5 yil bo'ldi. Tabriklar. Rahmat. Yangi yillaringiz bilan. Bo'pti degancha. Yaxshi qol. Yangi yillaringiz bilan. Mayli, yaxshi boringlar. Tavba qildim. G'aladonimlar ekan-a? Voy. Bayram kuni eshikni yopib qo'ysang bo'lmaydimi? Hammaga ochaverma. Ishimni ham qoldirding. Voy, tavba.
Uxladimmikan? Voy. Voy tavba. Poli keldi. Kimdan boshlaymiz? Kimni ko'ray? Mendan boshlang. Hay. Oting nima? Zuhra. Ha Zuhrani o'zidan, Zuhrani ko'zidan, Qubbayi nikohidan, Tolixingdan desammikin, yon qo'shningdan desammikin, qarindosh urug'ingdan desammikin, O'zimdan. yo paridan desammikin. O'zimdan. Ketingga odam tushgan. Bir sir ko'rindi, qani tashla, aytay. Polboshi tashla, tashla aytaman. Oldin nimadan ochganingizni so'ramaysizmi? Men bir sir ko'rindi, aytay. Bay. Mana. Qani. Ketingga odam tushgan. Erta innin sovchisi kep qoladi. Kep qoladi. Ikkita xotin yo'lda kelyapti. Voy. He, ke bo'lgan? Mana natijasi. Ya, shundaymi? Voy. Hammamizning Men erimiz yerim bor, mana bolaman bor. Shundaymi? Nima deyapsiz? Tavba. Erimdan ko'ring. Unday bo'lsa, hozirgi ering qayerdaligini bilasanmi? Yo'q-da. Aniq qayerdaligini aytmaysizmi? O'sha aniq joyga boraylik. Ertalabdan beri yuribmiz. Taksi ham palon pul oldi. Hozir aytaman, qani mana bunga bir qarab berchi. Voy, Yaxshilab qara, yaxshilab o'zim qara. ko'rinyapman-ku. O'zing ko'rinmay, katta enang ko'rinsinmi? Qani berchi. O'sha ering kundoshingni oldida o'tiribdi. Kundoshing ajina qo'shiqqa o'xshagan, sochlari uzun, dutorni simiga o'xshagan, ko'k ko'zdan kelgan xotin ekan. Ering ham o'zi ozg'in tillashirday xotinlarni yaxshi ko'rar ekan. Yo, erim to'lachalarni yaxshi ko'radi, semir deydi, rost ovqat olib kelgan. O'zi semirtirdi. Voy tavba. Qani bir pol boshi tashla, yana bir sir ko'rindi. Ko'ray. Voy, bilmasam qalaq tashlayman. Qayerdaligini ayting, qayerdaligini. Qani bularni ko'raymi? Hammangni kundoshing bor. Ikkinchi xotini bor yerlaringni. To'g'ri gapiring. Nimalar deb valdiryapsiz? Hozir boru, mamlaqa aylanib bitta beraman. Mana. Ey. Alish! Ozgina ishimiz qoldi, tugatsak. Alish ko'rinmaydi, Alish yo'qmi? Hozir yuruvdi ishda. Tezroq ishimiz tugatsak. Ish tugatib, uyga borib, yangi yilni nishonlaymiz. Kecham bo'lib ketdi, uyga ham borish kerak. Alish lekin bunaqa yo'q bo'lib ketmasdi. Tinchlikmikan? O'rganiga tinchlikmikan? Alish! Borib kelaylik. Yurchi. Boy ketamiz, chet elga boramiz. Xudo xolasa bularni pullab olsak, bizdan boy odam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Kim bu? Qor qiz, qor bobosi bilan. Kim bu? Assalomu alaykum. O'zi bir landovur bo'lsa Alisher. Doim mana shu bolani deb ketga qolyapmiz mana. Yangi yilga. Menga hech kim bo'lmaydi degandilar-ku. Hech kim qolmadi ekan. Qo'sh. Anu, Barzangi Qorbobomi? Qorbobo emas ekan. O'g'irlik ekan. Kim unda bu? Qaraysan. Ushlalaring. Shoshmanglar. Nima qilyapsizlar? Shoshmanglar. Sheriklaring bormi? Sheriklarim bor? Yo'q, qanaqa sherik? Qani? Yo'q, hech kim yo'q. Shoshmanglar, hozir. Bu bizning o'zimizni ko'rib qoldi-ku. Shoshma. Og'zini ham yoplaring. Bo'lmasa buni tinchitish kerak. Yaxshilab mahkam bog'lalaring. Qo'liga yechlayman qo'limdan. Shoshmanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Rasvo qildinglar. Yop og'zini.
Ishlar bachcha. Militsiyaga qiling. Militsiyaga telefon qiling. Militsiyaga qilamiz hozir. Bittasi yaqinlashib kelib telefon qiling desiz. Hozir. Alo. Ha, militsiya. Yeting. Militsiya ishda. Manzil. Bu yerda o'g'irlik bo'lyapti. Qayerda? Qayerda deysizmi? Alo. Ha. Botib oldamiz. Manzilda ayting, manzilda. Qurilishda. Ishxonamizda. Qurilish omborxonamizga o'g'ri tushgan. Qanaqa o'g'ri? Qorbobo. Qor bobo. Ha. Kayfingiz bormi deyman aka? Ha? Yo'q, ichmaganman. Qorqizi ham bormi? Ha, qo'rqizi ham bor. Bilasanmi? Salom aytib qo'ying. Hali bularni pullab olsak, Yangi yilda bizdan boy odam bo'lmaydi. Chetilma mazza qilib sayohat qilib yuramiz. Xudo xolasa. Buni nima qilamiz? Biz yuzimizni ko'rib qoldik-ku. Buni ham o'zimiz bilan olib ketamiz chet elga. Bunimi? Sekin, ha, qani. Assalomu alaykum Qorbobo. Men yangi yilda sendan ajoyib sovg'a tilamoqchiman. To'g'risini aytsam, buni sovg'a ham deb bo'lmaydi. Menga oilamning tinchligi kerak. Dadam boyim har doim yonimda bo'lishsin. Hech qachon urushmasin deb niyat qilmoqchiman. Sen menga bayramda yangi yilda sizdan hamma bolalar sovg'a so'raydi. Sovg'alar kutadi, lekin men sovg'a xohlamayman. Oyim bilan adam urushmasligini, yangi yilni birga o'tkazishimizni xohlayman. Bobojon, yangi yilda dadam uyga yetib kelishlarini xohlayman. Iltimos, dadamni uyga qaytarib yubor. Qaniki? Alish. Jim tur. Yaxshimisan? Jim tur. Nima demoqchisan? Jim qo'rqadi. Jim tur. Yech oyog'ini. Ha, o'ralar. Bular yangi yil kuni hech kim yo'q deb o'ylayapti. Omborga o'g'irlikka tushgan bular. Jim. Qiz qani? Yo, qiz qani deyapman. Ketdik. Qo'rqmasin, yechim. Ay, yuri. Mana qara, bu yoqqa. Ular ko'pchilik. Voy qonam. Menda bir reja bor. Xo'sh. Hozir boramiz-da hammamiz. O'sha rejani amalga oshiramiz. Ketdik. Hop, ketdik. Bardam bo'linglar. Ay, shatmas. Oyi. Oyi, dadamni bekor xafa qildingiz. Hamma ishlaringizni qilardilar. Ha, bilaman. Aytma, o'zimni ham yuragim siqilyapti. Telefon qilsammikin, ha? Ha, qo'ng'iroq qiling.
apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Apparat abonenti возможно выключен. Ko'nglim nimagadir g'ash bilasanmi? Allaqachon kelishlari kerak edi. La 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 la. La 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 la. Soatam 12 ga yaqinlashib qoldi. Balkim kelib qolalar adajonimiz. Qo'ng'iroq qilsammikin? Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Telefonlari o'chiq. Uf. Dadang kelib qolsalar archaga boramiz, xo'pmi? Kelmadilar adamiz. Ayjon, Qizim. dadam hech qachon urishmay. Dadam yaxshi odamlar-ku. Sizni ham yaxshi ko'radilar, meni ham yaxshi ko'radilar. To'g'ri bolam. Assalom. Bilasizmi, men Qorbobodan nima so'radim? Nima? Dadam bilan oyim hech qachon urishmasligini. Doim o'ynab kulib o'tiraylik. Yangi yilni birga o'tkazaylik. To'g'ri bolam, to'g'ri. Lekin dadajonim haliyam kelmadilar. Endi xafa qilmayman dadajoningni. Hech qachon urushmayman. Dunyodagi eng yaxshi dada-ku. Seni dadek bolam. Mo'ylovlariga ko'z tegmasin ilohim. Sochlari kam bo'lsa ham mayli. Bo'ylari past bo'lsa ham mayli. Yangi kostyum shimda ishga ketalar ham mayli. Faqat uyga kelsalar bo'ldi. Dadasi. Mansiz yangi yil o'tkazish yaxshi ekanmi? Yo'q, yo'q. Kamroq baqirish kerak edi. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi Telefonlari mumkin. o'chiq. To'xta. Alo? Ering keldimi? Yo'q, siznikicha keldimi? Yo'q. Unikichi. Yo'q, Uniki ham kelmadimi? Ko'nglim sezyapti, bir gap bo'lgan. Ishxonasiga boramizmi? Ha, ishxonasiga. O'sha yerda ko'rishamiz. Xo'p, Hop, mayli. chiqinglar. Tez boramiz. Xo'p, xo'p. Voy. Yur qizim. Yur. Ketdik yur. Yur qizim. Yur. Dadang topamiz. Yur qizim, ketamiz. Dadang yonlarga boramiz. Qani, yur. Ketdik. Gumdon qillaring. Xo'p, xo'jayin. Sotib qo'ymasin yana bizni. Ketdik bo'l. Qor qizim. Bilasanmi, men bu kunni 1 yil kutaman-a. Hamma Qorbobo yangi yilda sovg'a ulashsa, men sovg'a olib ketaman o'zim bilan. Hali bu boyligim bilan butun dunyoni aylanib chiqamiz sen bilan. Zo'r sizdek, Qorbobojon. Shuning uchun ham men sizni yaxshi ko'raman-da. Bilasan-u, hozir shu onda bir qo'shiq kuylagim kelib ketdi. Eshitasanmi? Albatta. Bo'pti. Qani bolalar. Bir adabini beraylik.
Qo'rqmanglar, men borman. Hozir. Qani? Oyoq qo'lni bog'lovmidi o'zi? Dovdirab bog'lamagandir yaxshi. Yuring, o'zimiz tekshirmasak bo'lmaydi. Ana, men mushka. Men senga aytdim. O, menga qara, mana soqoling bilan bu soqoling to'g'ri tushmabdi, amalsing. Qani urdim. Diga. Urdim. Ey, menga qara. Urdim. Shep, qani. Mana yetadi Alish. Hamish qala. Qalay ishla endi? Xullas. Ey, qaranglar. Endi asosiy Qorbobo bilan Qorqizni qo'lga olish kerak. Asosiy jinoyatchilar o'shalar. Demak, men bularga qarab turaman, sizlar ularni qo'lga olasizlar. Tushundinglarmi? Qo'ldi, ketdik. Demak, sen Qorbobo senga, Qorqiz senga. Aksincha, Qorbobo, Qorqiz bilanman, bu Qorbobo bilan. Bo'ladi, to'g'ri. Qo'rqyapti dema. Bo'ldi, ketdik, jim. Qani, oman. Diga. Degim keladi, lekin ko'tarib baqirib turibdi. Bo'pti, men ketdim. Yapışka! Yapışka! Qayoqqa yo'q bo'lib qoldi ekan? Hamma yo'l jimjit. Bo'pti. Sen bu yoqqa bor. Men bu yoqqa. Aha. Ey! Qo'rqitib yubording. O'la, menga qara. Tuppa-tuppa qiz ekansan. Nima qilasan? O'g'irlik qilib. Iya, dadang o'rgatmaganmi? Sanga nima? Menga? Hov! Sekinroq. Oy, shoshma. Sekinroq. Sekin. Ay! Bobladimmi? Qalay? Bobladimmi? Hey. Menimcha o'lib qoldi bu. Ha, qo'yur. Ha, mabodo turib qolsa aytaverarsan. Qarab tur. Bechora. Qayerda qoldi ekan? Shanxalay! Sasak. Hey. Qo'yar dedim o'zim. Maza qilyapsizlarmi endi? Ha.
ishqilar. Endi bular dam olishni o'sha yoqda o'tkazadi. Voy, militsiya xodimi. Voy, nima bo'ldi yana? Ketdik so'raymiz. Voy, nimadir bo'lgan. Nima bo'lgan ekan ha? Yo'q, yuringlar tezroq. Qaravoring, assalomu alaykum. Hech nima ish qilib. Nima qilib qo'ydilar dadasi? Assalomu alaykum. O'zinglarni bosinglar, o'zinglarni bosinglar. Nima qilib qo'yishdi, tinchlikmi? O'zinglarni bosinglar, o'zinglarni bosinglar. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Xo'jayinlar Yangi yil qahramoniga aylanishdi. Voy, qanaqa qilib? Yangi yilda jinoyat qilgan jinoyatchilarni tutishda bizga yordam berishdi. Menimcha o'ylaymanki, bugun mana shu yurtimiz tinchligiga, farovonligiga o'z hissamiz qo'shdik deb o'ylayman. To'g'rimi? Lekin bu yilgi Yangi yilimiz boshqacha bo'ladi. Mazza qilgan. To'g'ri. Endi keyingi yil bunaqa bo'lmasin endi. Ketdik xotinlarimiz oldiga. Voy dadasi! Onasi! Voy dadajonisi! Nimaga joyim qolmadi-ku? Voy, qahramon ekansiz. Endi har doim ishlavering. Indamayman. Voy dadajon, bolam, qarang. Aylanib ketdik. Endi baqirmaysanmi? Yo'q, dadajonisi. Qahramon erimga baqiramanmi? Endi bayram Dadajonisi, meni kechiring. Endi hamma ishlarni o'zim qilaman. Eshitdingmi? Idishlarni o'zim yuvaman. Sen guvohsan, keyin safar yudursa, ush bergan, xo'pmi? O'zim qilaman hamma ishlarni. Kechirsangiz bo'ldi. Ana, sizga hikoya qilmoqchi bo'lganlarimiz ana shu sarguzasht edi. Kichkintoylarning yangi yil tilaklari amalga oshgan ko'rinadi. Ularni Qorbobo eshitdimikan? Ular oilaviy bayramni nishonlash arafasida. Hammasi yaxshilik bilan tugayotganidan biz ham xursandmiz. Yangi yilda hamma yaxshiliklar siz-u bizga hamroh bo'lsin. Yangi yil eshik qoqishi arafasida barcha go'shalarda bayram tantanalari avjida. Xususan bizning jannat makon yurtimizda oilaviy totuvlik, tinchlik va xotirjamlik barcha oilalarda hukm sursin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin azizlar.